Nabiy sallallohu alayhi va sallamning tug'ilishi va xatnalari va emizilishlari. Fil yilida Robiul avval oyining 12-dushanba kuni Amina bint Vahb o'zlarining ulug' farzandlarini dunyoga keltirdilar. Ota-onam u zotga fido bo'lsin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tug'ilganlarida onalari Amina ko'rgan mo'jizalari haqida sahih dalil bilan sobit bo'lgan rivoyatlar yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tug'ilganlarining 7-kunida bobolari Abdul Muttalib u zotni xatna qildilar va Muhammad deb nom qo'ydilar. Amina Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni 3 kun emizdilar. U kishining sutlari kam edi. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni Suvayba o'g'li Masruhning suti bilan emizdi. Suvayba Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan oldin ham Hamza ibn Abdul Muttalibni, Abu Salama Abdulloh ibn Abdul Asadni emizgan edi. Shu sababli ular Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning emikdosh akalari bo'ldilar. Keyinchalik Halima Sa'diya Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'z farzandlari Abdulloh, Huzofa, laqabi Shaymo, Unaysa bilan birga emizdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning emikdoshlik orqali 7 nafar aka-uka opa-singillari bo'lgan. Hamza, Abu Salama, Abu Sufyon ibn Haris, Masruh, Abdulloh, Huzofa, ya'ni Shaymo va Unaysa. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning na otalari, na onalari tomonidan tug'ishgan aka-uka yoki opa-singillari bo'lmagan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ko'kslari yorilishi hodisasi va nubuvvat muhri. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ko'kslari yorilishi hodisasi u zot Halima Sa'diya huzurlarida bo'lgan vaqtlarda sodir bo'lgan. Jabroil Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ko'kslarini yorib, qalblarini chiqardilar va uni Zamzam suvi bilan yuvdilar. So'ng undan qora bir bo'lakni shaytonning nasibasi deb talqin qilingan narsani olib tashladilar. Keyin Jabroil alayhissalom Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning orqalariga nubuvvat muhrini qo'ydilar. Shundan so'ng shaytonning u zotga yo'li qolmadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Allohning himoyachisi bilan so'zlarida va amallarida ma'sum bo'ldilar. Nubuvvat muhri Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning orqalarida yuraklari ro'parasida joylashgan ortiqcha go'sht bo'lagi bo'lib, uning kattaligi kaptar tuxumidek edi. Jabir ibn Samura roziyallohu anhu rivoyat qiladilar. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning orqalarida kaptar tuxumiga o'xshash bir muhrni ko'rdim.